bizga chiqishyapti. Xalq tilida Haydarov bozor deyiladi. O'shani oldi tomondan madaniyat uyidan, Albarakani oldilaridan toki Grand Stroygacha bo'lgan joyda bir ayol uyi uchun ijara puli, ya'ni 1.300.000 so'm puli, plastik kartalar, yana nimalaridir, shu yosh bolalarning so'mkasida bo'lgan, shu tushib qolgan o'sha yo'lda bo'yida. Endi sharoit o'ta cho'roq ekan. Obunachilarimiz iltimos qilib chiqishdi. Obunachilarim, men uchun mingta tadbirkor reklamasi bir tomon, sizlarning mana shunaqa ishlaringni hal qilib berishim bir tomon. Men uchun sizlar muhimsizlar. Shuning uchun yana aytaman, kim topib olgan bo'lsa, pastga o'sha yaqinlar nomerlarini qo'yib qo'yapman. Shu topib olgan narsani shunga berishlarini so'ralar, shu nomerga telefon qilib. Iltimos, qadrdonlar, ijara puli ekan, 2-3 kun ijarasini to'lash kerak edi ekan. Sharoit o'rtacha ekan, qadrdonlar. 1.300.000 ekan. Plastik mayda shuyda bor ekan, detskiy so'mkada ekan. Mana shu yo'layda tushib qolgan ekan. Yordam qilib, agar bilmasalaringiz shu videolar bir-bilan tarqatib, like bosib, komment yozib, gumbullatib beringlar. Yordam sizlardan. Men xolislik qilyapman. Obunachilar uchun sizlar ham xolislik qilinglar. Men uchun tadbirkorda reklamasini qo'yishim zarilbas hozir. Men hozir obunachilar uchun asqatishim kerak. Mana hozir reklama qo'yishim kerak, qo'yimmi? Mana shu e'lonni qo'yaman. Sizlar uchun, sizlar ham podдержка qilib boringlar, xalqim.